Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 118-dars ko'paytirish xossalari. Yondosh mavzu o'lkamning madaniyati. Birinchi masala. Amir Temur muzeyiga boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun guruhga bo'linib borishdi. 3 ta guruhga bo'linib, har bir guruh uchun 5 ta avtobus ajratildi. Har bir avtobusga 2 tadan sinf joylashdi. Muzeyga nechta sinf borgan? Biz buni topish uchun masalaga oldin shart tuzamiz. Masalaga shart tuzildi. Birinchi guruhga 5 ta avtobus, bir avtobusga 2 ta sinf joylashdi. 3 ta guruhga noma'lumda sinf joylashgan, ya'ni avtobus kerak bo'lgan. Uning uchun 5 ni 2 ga ko'paytiramiz. 10 ta sinf 5 ta avtobusga. Endi biz 10 ni 3 ga ko'paytiramiz. 30 ta. Bu joyda 30 ta nima kerak bo'ldi bizga? Avtobus kerak bo'ldi. Ikkinchi misol. Ko'paytirishning ma'lum xossalaridan foydalanib hisoblang. Biz o'tgan darslarda ham bunday misollarni ishlaganmiz. Xossalarga rioya qilgan holda ishlab chiqamiz. 2 ko'paytiruv 4 ko'paytiruv 5. 4 ni ko'paytiramiz. Qovus ichiga 2 ko'paytiruv 5. Chunki 2 ni 5 ga ko'paytirsak 10 hosil bo'ladi. 10 hosil bo'lgandan keyin ko'paytirishlarni bajarish oson bo'ladi. 4 ni 10 ga ko'paytirsak 40. Undan keyingisi 3 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 2. 3 ni 3 ga ko'paytiramiz. Birinchi va 2 ga ko'paytiramiz. 9 9 ni 2 ga ko'paytirsak 18. 5 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 4 barobar. 5 ni 2 ga ko'paytiramiz va 4 ga ko'paytiramiz. 10 ko'paytiruv 4 barobar 40. 4 ko'paytiruv 6 ko'paytiruv 2. 4 ni 6 ga ko'paytiramiz va 2 ga ko'paytiramiz. 24 ko'paytiruv 2 barobar 48. 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 5. 2 ni ko'paytiramiz 3 ko'paytiruv 5 ga bo'ladi 30. 3 ni 4 ga ko'paytiramiz va 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz, 4 ni 2 ga ko'paytiramiz. 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, 4 ni 2 ga ko'paytirsak 8 bo'ladi 48. 3 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 barobar. 3 ni 2 ga ko'paytiramiz, 5 ni 2 ga ko'paytiramiz va hosil bo'lgan 6 ko'paytiruv 10 bo'ladi 60. 5 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 4. 5 ni 2 ga ko'paytiramiz 10. 10 ni 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8. 10 ko'paytiruv 8 bo'ladi 80. Uchinchi masala. Sxema bo'yicha masala tuzing. Unga doir ifoda tuzing. Ifodaning qiymatini hisoblang. Jonajon o'lka haqidagi bilimlarni tanlovi. Ya'ni bu yerda 2A, 2B, 2D, 2E sinflari har qaysi 7 kishi va sardori bilan ishtirok etishgan. Har bir jamoada teng miqdorda ishtirokchi bor. Tanlovda nechta nafar ishtirokchi qatnashgan? Buning uchun biz har bittasida teng miqdorda bo'lgani uchun 7 ga qo'shamiz 1 ni sardorni. Bo'ladi 8. 8 ni 4 ta sinfga ko'paytiramiz 32 ga. Bu yerda tanlovda 32 ishtirokchi ishtirok etgan. 3-masala 7 qo'shuv 1 8. Har bittasida 8 ta o'quvchidan. 8 ni 4 ga ko'paytiramiz 32 ga. Umumiysi 32 o'quvchi kelib chiqdi. 4-masala. Diagrammada 5 yil ichida tumanda nechta yangi bino qurilganligini ko'rsatilgan. Savollarga javob bering. Qaysi yil hammasidan ko'p bino qurilgan? Ikkinchi, 218-yilda nechta bino qurilgan? Uchinchi, 5 yil ichida hammasi bo'lib nechta bino qurilgan? Mana shu 3 ta savolga javob beramiz. Hammasidan ko'p qurilgani 2019-yil. 9 ta bino qurilgan. 2018-yilda nechta bino qurilgan? 2018-yil 6 ta bino qurilgan. 5 yil ichida hammasi bo'lib nechta bino qurilganligini birgalikda topamiz. Ya'ni 2018-yilda 6 ta bino, 2019-yilda 9 ta bino, 2017-yil 3 ta bino, 2020-yilda 8 ta bino, 2021-yilda esa 4 ta bino qurilgan. Hammasini biz shu 5 yil davomida nechta bino qurilganligini topish uchun
umumiysini qo'shib va natijani hosil qilamiz. Bu yerda 2017-yil 3 ta, 2018-yil 6 ta, 2019-yil 9 ta, 2020-yil 8 ta, 2021-yil 4 ta. Hammasini qo'shib chiqqan edik. 30 ta bino kelib chiqdi. 5 yil davomida 30 ta bino qurilgan. Hurmatli o'quvchilar, 6-7 misol masala 118-darsda bu uyga vazifa edi. Albatta uyga vazifani birgalikda bajaramiz. 6-misol hisoblang. 81 santimetrni bo'lamiz 9 ga. 81 santimetrli, masalan, nurni 9 ga bo'lsak, qancha santimetrdan to'g'ri keladi? 81 santimetrni 9 ga bo'lsak, har bir bo'lagi 9 santimetrdan to'g'ri keladi. 6-misol mana bu tarzda ishlandi. 81 santimetr bo'lu 9 santimetr. 41 litrdan ayiramiz 29 litrni. 12 litr hosil bo'ladi. 5 detsimetrni ko'paytiramiz 4 ga. Ya'ni 5 detsimetr joyni 4 ga ko'paytirsak 20 detsimetr hosil bo'ladi. 52 santimetrga qo'shamiz 48 santimetrni. 100 santimetr. Ya'ni 100 santimetrimiz 1 metrga teng. 16 santimetr qo'shib 12 santimetr bo'ladi 28 santimetr. 30 detsimetrni bo'lamiz 6 ga. Ya'ni 30 detsimetrli maydonni 6 ga bo'lsak, 5 detsimetrdan har bir bo'lagi to'g'ri keladi. 7. O'lkamiz madaniyati mavzusida o'tkazilgan tanlovda 3 ta jamoa ishtirok etdi. Birinchi jamoa 16 ta, ikkinchi jamoa birinchisiga nisbatan bitta kam, uchinchi jamoa esa ikkinchiga nisbatan 3 marta kam tarixiy yodgorliklar nomini ayta oldi. O'quvchilar hammasi bo'lib nechta tarixiy yodgorliklar nomini ayta olganlar? Siz O'zbekistonning tarixiy yodgorliklari nomini ayta olasizmi? Albatta, tarixiy yodgorliklarni biz o'rganib borishimiz kerak. Bizning O'zbekistonimizda tarixiy yodgorliklar juda ham ko'p. Ayniqsa Samarqandda tarixiy yodgorliklar Registon maydoni, Amir Temur maqbarasi va shunga o'xshash tarixiy yodgorliklar juda ham sanasak juda ham ko'p. Mana 7-masalamiz sharti. Birinchi jamoada 16 ta, ikkinchi jamoada noma'lumda, birinchi jamoadan bitta kam. Uchinchi jamoada esa noma'lum, ikkinchi jamoaga nisbatan 3 marta kam. Hammasi noma'lumda ayta oldi. Ikkinchi jamoani topish uchun 16 dan 1ni ayiramiz 15 ta. Uchinchi jamoani topish uchun 15 ni 3 ga bo'lamiz. Marta kam deydi. Marta kamlik uchun 3 ga bo'lamiz. 15 ni 3 ga bo'lsak 5. 16 birinchi jamoada, 15 ikkinchi jamoada, 5 ta esa uchinchi jamoada. Biz ularni hammasini qo'shib chiqqan edik. 16 qo'shuv 15 qo'shuv 5 barobar. 16 ga qo'shamiz. 15 ni 5 ga qo'shsak 20 bo'ladi. 36 ta o'quvchi ayta olgan. Mana bugun 118-dars shulardan iborat edi. Biz bu joyda ancha narsani o'rgandik. Ko'paytirish va undan tashqari masalalar ishlash bo'yicha siz bilan ancha suhbatlashdik. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.